Rossiyaga kelishingiz bilan sizga neobxodimostda shu narsalar kerak bo'ladi. Hozirgi kunda sim karta olish juda ham muammo bo'lib qolgan, xabaringlar bor Rossiyada. Men buni yaxshi yechimini topib qo'ydim. Rossiyaga kelganingizda siz bo'lmasa hech qanaqa ishinglarni bitkaza olmaysizlar. Shuning uchun qaranglar. Bizda biometrik, gosluga, karta, bankovskiy karta hammasini shu yerda oformlik qilishingiz mumkin. Men adresini aytib o'taman. Moskva, Moskovskiy oblastidagi vatandoshlar. Metro Sokolnikov. 2-vixtda и 3-vixtdan ham chiqib xarid qilishingiz mumkin. Men video oxirida podrobni qoldiraman. Telefon raqamlar. Men bu telefon raqamlarga telefon qilib, barcha ko'zinglarni qiziqtirgan savollarni berishingiz mumkin. Qolaversa, bu yerda katta prizlarni o'ynalayotgan telefon bizdan xarid qilsangiz, omadli xaridor bo'lsangiz, bizda pul yutuqlari bor, telefon yutuqlari bor. Qolaversa, sim karta xarid qildingizmi bizdan? O'sha 100 ta sim kartaning ichida, bitta sim kartaning ichida 25,000 rubl pul bo'ladi. O'sha 25,000 rubl pulni yutib olishingiz ham mumkin. Tak что, men bu pastda profillarni ham отметка qilib qo'ydim, adreslari, telefon raqamlari, podrobniy ma'lumot olmoqchi bo'lsanglar, telefon qilinglar. O'zingizlarni qiziqtirgan savollaringizni bersanglar bo'ladi. Borib, oformlik qilib, bosib ishlasangiz bo'ladi. Hammaga yaxshi kayfiyat.